2026-yilda qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun qadrdonlar, tom yopish, pol patolog narxlarini yoritib beramiz. Ustakalarimiz yana bitta fayzli xonadonni chiroyli qilishi mana tomini yopib berishyapti ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy Toshkent bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Ustaga hormaganda charchamayapsizmi? Xo'sh, rahmat. Xo'sh, mana bu uyimiz nechiga necha? 18 ga 12. 18 ga 12. Nechta shifer ketyapti? 190 ta shifer ketyapti. 190 ta shifer ketyapti. Xo'sh, masalan, shifer qayerdaki qanchadan olingan? Quvasoy chek 45 ming so'm. Quvasoy 45 ming so'mdan bir donasini oldilar. Strapilachi. Strapila 12 ga 3,5. 105 ming so'm. 105 ming so'mdan. Reykalarimiz? Reykalar 6800 so'm. 6800 so'm. Ha. Endi shu holatda qoqib bersalar, qanchadan qoqib beryapsizlar bir donasini shiferda? 50 ming. 50 ming so'mdan konvert bo'lsa? Konvert bo'lsa. Agarda nima bo'lsa-chi, tekis ikki tomonlama 45 ming so'mdan. Agarda tunikafon bo'lsa, profinastil bo'lsa? Profinastil bo'lsa, 45 mingdan 60 ming. 45 ming 60 minggacha. Ha. Masalan, pol qoqtirmoqchi bo'lsa? 45 ming, 40 ming. 40 ming, 45 ming so'm. Ha. Patolog, gipsakarton? Gipsakarton 100 ming atrofida. 100 ming atrofida bittalisi. Tunikafonimizchi? Tunikafon 45 ming. 45 ming kvadrat, shunaqa atrofida. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy Toshkent bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz faqat shunaqangi, ya'ni pol patolog tom yopish bilan shug'ullanadi. 10 yildan beri, usta aka? 10 yildan beri shug'ullanishyapti. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'layapti. Bitta like bosib, qurilish qilmoqchi bo'lgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'yamiz.